Yaqında men ijtimoiy taratqularda Avstraliyada turishliq peshqadam Uyg'ur millatparvar ziyolisi, tanilgan shoir Ahmad Egambadining ataqliq Uyg'ur jurnalisti va siyosiy kurash yetakchisi To'xti Qurbon haqidagi aslimasi tarqaldi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda To'xti Qurbon 60-yillarda Uyg'ur elining janub-shimolida keng ko'lamda qo'zg'algan Sharq Turkiston Xalq inqilobiy partiyasi deb atalgan tashkilotning siyosiy harakatlarining yetakchisi bo'lgan. U va mazkur tashkilotning ko'p sondagi a'zolari, rahbarlari 1968-1970 yillar orasida qo'lga olinib, 1970 yil 5-oyda To'xti Qurbon bir qism sabdoshlar bilan birlikda Xitoy hokimiyati tomonidan Urumchida o'lim jazosiga hukm qilinib, etib o'ldirilgan. Ahmad Egambadi To'xti Qurbonga Sharq Turkiston inqilobining qahramoni ataqliq jurnalist, ataqliq Uyg'ur ziyolisi deb baho berdi. Şu 50-yillarda, yıllarning boshlaridan tortib nashriyat, matbuot sohalarida ishlagan, Şinjan gazetining Fu Shejan muavin gazetxona boshlig'i bo'lib ishlagan, ham bir mezgil tahrir, bosh tahrir, muavin tahrirlar bo'lib ishlagan. Men o'zimninki Sharqiy Turkiston vatanim mening degan kitobimda To'xti Qurbon haqida azroq xotiram bor, aslimlarim bor. Uningdan boshqa men o'zimninki bu she'riy kitobim Hijron dadidimi To'xti Qurbon og'zidan yozilgan bir kuni degan she'rimni beg'ishlagan To'xti Qurbonga bu she'rim o'zimga bek yoqadi. Bunun sebebi To'xti Qurbonni men Uyg'ur ziyolilarining ichidagi gul toji deb qarayman. Mayli odamiychilik bo'lsin, axloqiy fazilat bo'lsin, uning ko'z qarash maydonlaridagi vatanparvarlik, millatparvarlik, shunday bir sifatlar bilan bizning ziyolilarimizning ichidagi bir simo deb qarayman. Shuning uchun men To'xti Qurbonning bir shogirdi, muxlisi sifatida uningga mening davomli hurmatim bor. To'xti Qurbon aslida 1960-yilgacha Uyg'ur diyoridagi eng cho'ng gazet bo'lgan Şinjan gazetining muavin mudiri, bosh muharriri bo'lib ishlagan bo'lib, uning xalq ichidagi bo'libmi ziyolilar orasidagi inovati nihoyat yuqori bo'lgan. To'xti Qurbonni yaxshi biladigan va uning bilan suhbatlash bo'lgan hozir Istanbulda yashaydigan professor Sulton Mahmud apandining aslishicha, To'xti Qurbon nihoyat bilimlik, falsafiy tafakkurga ega mardona kishi edi. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur elidagi ba'zi siyosatlarini oshkora tanqidlaganligi va qarshi chiqqanligi uchun 1960-yili Şinjan gazetining boshlig'ilik vazifasidan ilib tashlangan. Bu adamga men bizim biraz hurmat bilan qaraydik. Keyingidan qaraganda shunchalik shu To'xti Qurbonni gizxonning boshlig'ini ilib etgandan keyin bir qancha yilni gizxondan chiqarib etib tashlanglar yaqin deb. Gizxondan bizni chiqarib etdi. To'xti Qurbon kelganda bizni chiqarib etdi deb ishlanadi. Buning andiliqi shu 59-yilning oxir 60-yilning 5-indagi shayliqda sharqda janubiy Turkiston sharqining janubiy xizmat guruhi o'tgan. Shu vaqtda bu ochliqni chiqishimiz deb aktivlar qilsa bu xalqni yaylanmani yig'ilsak deb qarshilik bildirib ekan. Shuning bilan bu Xitoylar uni chiqib, endi u vaqtdagi o'ngchil opportunizm qarshi harakat deb harakatni qo'zg'agan. Vaqtida shu o'ngchil opportunizm qarshi harakatniki nimalar qanday qo'ydi o zamanda. Shuning bilan To'xti Qurbonni shu 60-yilniki o'ttirlarida ilvatdimi vazifasini tashlab, lug'at tuzaydigan nashriyatning lug'at korpusiga kirgizib qo'ydi. Shahadotlarni Ahmad Egambadining aslishicha, To'xti Qurbon 1924-yili Urumchida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta maktablarni Urumchida o'qib, 1940-yillarda Şinjan institutida Lutfullo Mutallib, Turg'un Almos qatorliq bir qism ataqliq Uyg'ur shoirlari bilan birlikda savoddosh bo'lib o'qigan. To'xti Qurbon 1945-1946-yillari Urumchida Xitoy hokimiyatiga qarshi maxfiy faoliyatlarni ilib borganligi uchun turmaga tashlangan. Professor Sulton Mahmud apandining aniqlashicha, To'xti Qurbon 1949-yili Urumchida yana 4 maxfiy tashkilotni birlashtirgan yoshlar tashkilotining boshlig'i bo'lib, Xitoy Gomindang hokimiyatiga qarshi kurashning yetakchisiga aylangan. Bu tashkilotlar 4 tashkilotdan burun buni hammani birlashtirib, endi shu bir tashkilot qayilib ketgan. Tashkilotning keyingi ismi İnqilobiy yoshlar tashkiloti ekan. Sharq Turkiston degan ba'mu andini yoshiradigan andini İnqilobiy yoshlar tashkiloti bo'lib qurilgan.
Dört teşkilatken birler. Ürümçi Şehirli Halkçıl Yaşlar Birleşmesi, Halkçıl İnqilab Yaşlar Azadlık Teşkilatı, Şincan Halkçıl Yaşlar Teşkilatı, Halkçılar Birleşmesi diye bu dört teşkilatını birleştirip, şunu öğren, bunun İnqilab Yaşlar Teşkilatı kılıp kurgan iken. 49-yıl birleştirip kurgan iken To'xta Qurban. Sharqi Turkiston Xalq İnqilobi partiyasining Xitoyning atalmış madaniyat inqilobi davrida ilib borgan faoliyatlari uning Urumchi, Qashqar, G'ulji va boshqa joylardagi har qaysi qatlamda keng harakat ilib borganligi mazkur tashkilotga hatto Uyg'ur avtonom rayonining bir qism yuqori, o'rta va tuvan darajalik kadrlarining qatnashganligi Xitoy Kompartiyasi tarafidan yaqinqi vaqtlarda e'lon qilingan kitoblardami ta'kidlanmoqda. Xitoy tarixchilaridan Madajing va Chen Chao qatorliqlarning kitoblarida qayd qilinishicha, To'xta Qurban 1960-yillarda Sharq Turkiston Xalq Inqilobi partiyasini barpo qilib, uning rais bo'lgan. Chen Chaoning yozishicha 1968-yil 2-oyda ilgari qurilgan Uyg'uriston Xalq Inqilobi partiyasi rasmiy turda Sharq Turkiston Xalq Inqilobi partiyasi deb atilib, To'xta Qurban bu partiya markaziy komitetining raisi bo'lgan. Mazkur partiyaning nishoni Sharq Turkiston Jumhuriyati qurish bo'lib, uning nizomnomasi, partiya belgisi, partiya bayrog'i, programmasi va tashkiliy kengayish plani bor edi. Mazkur maxfiy yarastı partiya 1969-yil Urumchi, Qashqar, Ili, Altay, Bo'rtala qatorliq joylarda komitet va sho'ba komitet yachayki bo'lib 78 organ qurgan deb yozadi Chen Chao. Ba'zi manbalarda mazkur partiyaning a'zolarining 60 mingdan eshib ketganligi qayd qilindi. 1968-yil 6-oydan boshlab Xitoy doiralari To'xta Qurban qatorliq mazkur partiyaning boshliqlari va a'zolarini tutishni boshlagan bo'lib, professor Sulton Mahmud apandining aytishicha, 1970-yil 5-oyda To'xta Qurban boshliq bir qism kishilar Urumchida kollektiv holda etib o'ldirilgan. Uyghur xalqining munavvar farzandlari jurnalist jamoat arbobı To'xta Qurban, Uyghur xalqining vatanparvari o'g'loni Niyoz Umar. Niyoz Umar degan bu Bo'rtalaning moyilliqi boshliq bo'lgan odam Uyg'ur, O'shir Qori, Abdurahim Boqi, Dolqin Ibrohim qatorliq 17 odamning o'lim jazosiga hukm qilinib, shu kun etib tashlanganligini misol qilib ko'rsatish mumkin. Shu kuni mashinasida o'lim jazosi uchun ilib olgan To'xta Qurban apandining o'zining beshini bisib turgan Xitoy askarlarining birisi bilan ittirib etib, mardonlik bilan beshni ko'tarib maydondagi omma qara jasurlik bilan xo'shlashganligi hozirgacha ko'z oldimdan ketmaydi. Ahmad Egambardining aytishicha, Xitoy doiralari 1968-1970-yili keng ko'lamda tutqun elib borgan bo'lib, tutilganlarning soni nihoyat ko'p edi. Ana shu qatimda Sharq Turkiston Xalq Inqilobi partiyasining raisi atog'liq Uyg'ur jurnalist To'xta Qurban, Niyoz Umar qatorliqlar Urumchida o'ldirilgandan boshqa yana G'ulji va boshqa joylarda yana bir qism ziyolilar etib tashlangan. Beijingning bevosita qo'mondonligida davlat mudofaa qo'shinlari, Xinjiang harbiy rayoni, Saqchi, Bingtuan qo'shinlari minbinglarni ishga solib, bir vaqtda G'ulja, Urumchi va Qashqar qatorliq Sharqiy Turkistonning shahar noila, yezi qishloqlar tuyuqsiz tutqun qilishga boshildi. Bütün qatnash yo'llari qamal qilindi. Shahar yizilar qo'rshaldi. Bu tutqunda vatanparvar ziyolilar, diniy zotlarimiz, oliy maktab o'quvchilari, dehqonlar, hatto shahar aholilari qora quyuq tutqun qilindi. Bütün Sharqiy Turkistondagi idora organlar, kino, teatrxonalar, maktab doktorxonalar, Kilat ambarlar, hatta xonlarga 100 minglagan kishilar solinib, bütün Sharqiy Turkiston bu dunyoning tarixida misli ko'rilmagan qonliq zindonga aylandi. Ayni vaqtdagi Xinjiang universitetining o'qituvchisi professor Sulton Mahmud apandining aytishicha, To'xta Qurban qatorliqlar o'ldirilgan shu kunlarda Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi sobiq Sharq Turkiston Jumhuriyati armiyasi polkovniki Muhammad Emin Iminov, Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi sobiq Sharq Turkiston ittifoq tashkiloti markaziy komitetining vaqtliq raisi Asad Isqaqov qatorliqlarmi Sharq Turkiston Xalq Inqilobi partiyasining parda orqasidagi rahbarlari deb qaralib tutqun qilinib, sirliq turda hayotidan ayrilgan. Endi bu rahbardan Manpen Eminov Asad Isqaqov qatorliqqa 1970-yil 5-oyning 17-kuni avtonom rayonlik birinchi termada yoshirin o'ldirildi.
deb men ko'rsatdim, maktabda shunday ko'rsatilibdi. Uçuk sotda o'tadi. Keyin gaplar taqaldi, ba'zilarga biz tamoq kelganda dasqindami ehtiyot bilan asabsaq berib tikamish dasqinni nima qilib bog'lab o'zi o'tiryapti deb gap chiqdi. Iminibni og'rib bilib ketdi degan gapni chiqardi. Shu endi ba'zilar shu iminibni chiqib o'tdi ekan degan shu gaplar bilan taqalgan cho'q ko'chada. Bu qarsak iminibni chiqmadi. Shu qarab endi bu iminibni chiqsaq bir vaqa chiqdi deb ehtiyot qildim, chiqmabdi deb shuna o'yladik. Maydondagi neç katlık binanın üstlerinde aşılıkı ayrı plan atırgan pilotlarını toplanı ögüzüge çıkıp pilot bilen bütün etrafta şu kuşaklık haletteydi. Meylen düşerdimiz bağımlı. 5. yılı 17. May günü. Xitoy hukumat tarafining materiallarida shu qatimda 1165 nafar Sharq Turkiston Xalq inqilobi partiyasi a'zosining qo'lga ilinib, uning 234 nafarining qonun bo'yicha bartaraf qilinganligi qayd qilindi. Shuningdek, Sharq Turkiston Xalq inqilobi partiyasining madaniyat inqilobi davridagi eng cho'ng va eng keng bir maxfiy tashkilot bo'lganligi, hatto uning Janubiy Shinjang sho'basining boshlig'i Axunov Mijit qatorliqlarning boshchiligida 1969 yil 8 oyda bir maydon qurolli qo'zg'alish bo'lib, bostirilganligi e'tirof qilindi.